telefon bo'ladi, falonchi o'lib qolibdi, janoza ekan desa, misol o'zimda ko'p bo'lgan voqea. To'xtab turing deyman, kim aytyapsiz deyman. Falonchi adashmayapsizmi deyman. Nimaga? Hozir billaydik yo kecha billaydik yo ilgari kun billaydik-da. Siz telefon qiling boshqatdan aniqlik keyin ayting desam, yo'q, uylaridan kelyapman, shu kim o'lib qolibdi deydi. Men adashmayaptim deb so'rayman, nimaga? Birorta joyi qichishmagan hattoki, bu kasallik qo'ying. Qichishmagan ham shu odamlar. Bunaqa men minglabini bilaman. Minglab buni xabarlar kelgan menga. Minglabini bilishim endi domla janoza o'qiydi, shuning uchun aytishadi. Deganim, aka, xotirjam bo'lib qolmaylik. O'lim bexos keladi. O'lim sani soyang. Bu nima degani? Soyingiz hojatda ham, hammomda ham, baseynda ham, okeanda ham, dengizda ham, Dubayda ham, Turkiyada ham soyingiz o'zingiz bilanmi? O'limingiz o'zingiz bilan yuradi degan aka. Faqat bitta narsani kutadi. Ajal. Allohning amri, meni iznimsiz hech kim o'lmaydi deydi. O'lsak nima deymiz? O'sha yerda 5 mahal namozga suslar, yolg'on gapirayotganlar, aldayotganlar, so'kinayotganlar, ichayotgan, chekayotganlar. Akalar, uyg'onaylik. Uyg'oning. Siz to'shna g'aflat uyqusidasiz. Men sizni tanimay, ko'rmay turib aytaman. Chunki g'aflatdagi odam keyin shu ishlarni qiladi. Akalar, g'iybat qilmanglar. Kategoriyasiga o'z uchun qonun, qoida qilib oling.